traderlar. Bugun sizlarga botimni ya'ni test qilib ko'rsatib beraman. Ya'ni bizning botimizni botni qanday olamiz degan savolga javob. Xullas, mana akay. Ya'ni Forex Signal bot silkasini tashlab qo'yaman. Botni olish uchun nima qilamiz? Получить VIP. VIPga, ya'ni VIP guruhimizga qo'shilishingiz kerak. Botni olish uchun botda nimalar bor degan mana bu yerda что есть в боте. Buni что ты получаешь VIP. Mana 1000 tadan ortiq signal kuniga, analitika, copy trading, avtorobot, terminal hammasi bor. VIP signalga qo'shilasizlar guruhlarda. Hammasi bor va biz VIP получить VIPni bosib ko'ramiz. Mana hozir получить VIPni bosamiz. Получить VIPni bosganingizdan что ты получаешь, чтобы получить VIP бесплатно. Короче, bizda 3 ta условия bor. Registratsiya qilasiz, hisobingizni to'ldirasiz va IDni yuborasiz. Bo'ldi, tamom. Sizni kanalga qo'shamiz, guruhga qo'shiladi. Ya'ni mana shu bot sizga silkasini tashlab beradi. Registratsiya qilib, сразу nima qilib, отправить IDni как ID отправить bosamiz. Mana bu yerga IDni yuboramiz. Ya'ni chiqqan IDni bizga kerak. Ya'ni sizda mana xuddi mening akkauntimda ID bo'lgan IDni xuddi o'sha IDni yuboramiz bunga. Botni o'ziga yuboramiz. Bot qabul qiladi. Sizga nima qilib tekshirib sizga silkani tashlaydi. Xo'p, endi sizga nimani ko'rsatmoqchiman? Signal botimizni ko'rsatmoqchiman. Signal botimiz mana startni bosasiz. Start bosganingizdan keyin sizga mana Hey Trader Bray aktiv, aktiv tanlaymiz. Bu yerdan aktivlarni, xohlagan aktivlarimizni tanlaymiz. Masalan, uchun Outcat yoki Aitkni istaganingizni tanlaysiz. 5 sekundlik, 15 sekundlik bor. 15 sekundlikka primerda bosamiz mana aka. Xo'p, avto signal. Bu yerda avto signal, ya'ni signal avtomatik signal beriladi. Biz Aitkniga kirib turibmiz. Mana buni time frame da 15 sekundga qo'yamiz. $5 savdoga kiramiz yoki bo'lmasam keling $25 savdoga kiramiz. Avto signalni bosamiz va signal beradi. Bu 15 sekund bo'lmadi-ku. Xo'p. Keyingi signalni kutamiz. Mana bo'yiga. 15 sekundga bo'yiga. Signal berildi. Kutamiz. Previlni oldik. Xo'p. Mana bu 1 minutlikka ochilib ketdi. Uni xo'p unutamiz. Xo'p, keyingi signal mana yana bo'yiga uryapti. Yana 15 sekundga bo'yiga urdi. Kuzatamiz. Yana bir marta plus oldik. Xo'p, boshqa parollarga kirib ko'ramiz mana. Misol uchun, keling 3 sekundlikda ham sinab ko'ramiz. Out chifiga bosamiz. Primerda mana kerakli. 3 sekundlik time frame va bu yerdan time frame o'zgartiramiz. Обязательно 15 sekundlik qolmasin. Xo'p, $25 3 sekundga yo'q, paramizni o'zgartirishimiz kerak. Out chifi. Out chifi otga. Hech qisi yo'q. Nimasi pas 76% ekan, prezidenti pas ekan. Out chifi otga otik parollarda asosan yaxshi ishlaydi bu. Xo'p, boshladik, signalni beramiz. Yuqoriga 3 sekundga. Qaytarib berdi. Qaytadan ochamiz.
Kutamiz signalni. Keyingi signal berishini. Xo'p. Bo'yiga. Sal kechikib ochdik. $25 minusda. Xo'p. $50 ochamiz. Kutamiz signalni. Bo'yiga. Ribilni oldik. Keling, shuni $100 savdoga kiramiz. Xo'p, keling boshqa parada ham sinab ko'rsataman sizlarga. Start, vibrator aktiv. Любой. Keling, yo'l chifiga bosamiz. Qaysiga? 3 sekundlik, 5 sekundlik, keling 3 sekundlik mayli. Avto signal bosishdan oldin avval bu yoqni to'g'rilab olamiz. Euro. Yo'l chifi 89% ekan. To'g'ri. Ketdik. Unda 3 sekundlik $100dan. Avto signal yuqoriga. Mana. Signallar ko'rib turganingizdek, bot har doimgidek cho'tka ishlayapti. $214. Shu bilan xo'p, hammaga sog'lik. Короче, botni silkasini qoldiraman nimada. Kirib bemalol savdo qilishlaringiz mumkin. Hammaga sog'lik.